tarixini so'zlaganda bir ism bor, undan o'tib bo'lmaydi. Ammo bu ulug' zotning yo'li aslida Surxondaryoda boshlanmagan. 17-asrda Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanidagi Minglar qishlog'ida dunyoga kelgan bu bola oradan yillar o'tib Surxon tog'lari bag'rida o'z davrining eng ulkan ma'rifat sohibiga aylandi. Nafaqat Surxondaryo, balki butun O'rta Osiyoda u kelgan joy obod bo'lgan. Bugun Surxondaryoda uning qurgan masjidi ham avlodlari ham shu yerlarda ildiz otgan. So'folloyor o'zbek adabiyoti tarixida tasavvuf ta'limotini rivojlantirishga munosib hissa qo'shgan shoirdir. U hayoti davomida ko'plab yaxshiliklar qilgan, buloqlar, ariqlar ochgan, masjid qurdirgan, ilm berib insonlarni komillikka chaqirgan. U asosan forsiy va turkiy tillarda ijod qilgan. Asarlari Maslakul muttaqin, Sabotul ojizin butun Turkistonda asrlar davomida darslik bo'lib kelgan. So'folloyor uchun hayotning maqsadi bitta edi: ilm bilan boshni, taqvo bilan qalbni yoritish. Bugun Surxondaryo tuprog'ida yotgan bu ulug' zotning qabri ruhiy maktab, tariqatning tirik yodgorligi bo'lib qolmoqda.